Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 6-may. O'tgan kuni mana shu joyimizga hozir ekin bor, bu yerda selderey ekini bor. Ko'chatlari ekilgan, hali juda yosh, kichkina, uncha hali ko'rinmaydi. Stebloy selderey ekilgan. Mana hozir ikkita ko'rinib turibdi. Mana orasini 30 ekilgan orasi. Bir yoq tarafda stebloy selderey bo'lsa, bir yoq tarafda karnavoy selderey. Ikki xil selderey ekilgan. Xo'sh, aynan ko'rib turganinglar, hozir ekilganiga bir 20 kundan oshdi, ya'ni 3 haftadan oshdi, 4 hafta qarab ketyapti. 3 haftalik holat. Mana shu o'tlar ham shunaqa 4-5 ta quloq bo'lib chiqib turibdi. Ko'rib turganinglarda, mana shunaqa bo'lib o'tlar chiqyapti. O'tgan kuni bu yerga Gezigert bilan super zellik dorisini aralashtirib sepdik. Xo'sh, Gezigert 20 gram 10 litrga, super zellik ham 20 gram 10 litrga ikkiloni aralashtirib sepib chiqdik. Gezigert 2 kiloli shapalobayli o'tlarni o'ldirsa, super zellik bo'lsa, mana bunaqa ko'p turganlarda bug'doy simon bir pallali igna bargli o'tlarni o'ldirishga qilingan. Selderey shunaqa baquvvat nimalardan, shu gerbisidlarga chidamli bo'lgan. Bunga shu ancha-muncha gerbisidlar to'g'ri keladi. Oldin ham sepib ko'rilgan, sinovlardan o'tgan. Shuning uchun ustiga bemalol qo'rqmasdan gerbisid sepib bordik. Xo'sh, oramizda kechagina shu seldereyni ikkala ham bor ekan. O'shalarga ham bir ma'lumot bo'lsin deb video olib qo'yamiz. O'zim Telegram lishkamga ham bir ikkita selderey bo'yicha shu savollar berib nima qilishganda aytgandim. Shu xudo xolisa video qilib joylayman. O'shanda nima qilsa bo'ladi, ko'rsanglar. Holatlarni ko'rsanglar bo'ladi. Hozir ekilgandan beri bir 2 marta shiraga qarshi dorilar berildi. O'rgimchi ekani shiraga qarshi. Faqat hozircha suv berilib turibdi. Bam o'tlardan chiqib olsak, xudo xolisa. Endi bu dori ham o'ldirgancha o'ldiradi, baribir orasida qolgan qutgani bo'ladi. Ularni keyin bir sidra yulib tashlanadi, xudo xolisa. Lekin asosiy o'tni o'ldirib yo'q qiladi. Endi eng iloji boricha sal yana vohliroq sepishgan ma'qulroq edi. Bu sal ozgina o'tibroq qoldi. Sal yoshroq chiqqan holatda sepilsa, shu gerbisidda o't yoshroq bo'lganda, o'shani tezroq yaxshiroq bo'ladi. Endi bu holatda sal baquvvatlashib olgan anaqalar bor, o'tlar bor. Endi ular sal qiynaladi shekillancha. Chunki oldin bir o'tlarni kattaroq bo'lib qolgan variantlarga nima qilganimizda, sepganimizda bir xillari o'lmagan. O'shanga ko'ramiz endi, xudo xolasa vaziyatni. Iloji boricha yoshligida sepish kerak edi, biroq akamiz nimasiga nima qilib, tayanib qolib, sal shu o'sib anaqa qilganda seping dedi, sal cho'zilib ketib qoldi. Lekin boshqa ekinimizda sepib ko'rganimda shu Gezigert super zellikka yoshroq bo'lgan holatdagisi ta'sir qilishi yaxshiroq bo'lgan edi-da. Ya'ni o't 100% bo'lmasa ham 99% o't qirilib ketgan edi. Hozir bunda endi 100% o'tni o'ldirmaydi, mazasini qochirsa ham ba'zi bir o'tlarni o'ldirmaydi, ba'zi birlar o'ldirib yuboradi. Lekin ancha yerimiz tozalanadi. Xo'p, shu selderey bo'yicha hozir mashina cherishkoviy selderey, oddiy selderey emas, Pochkorovdan, shu Gallandan Rikzon firmasining urug'laridan seldereyni yetishtirib yurganlar bilishadi. Selderey juda ham ko'p suv talab ekinlardan bittasi, ko'katlardan. Keyin mana hozir birinchi, ikkinchi hosil olgandan keyin ko'pincha kasalliklar ko'payib ketadi. Ya'ni o'sha yulganda, nima qilganda badaniga shikast yetadi. Shuning hisobiga ham keyin har xil turli kasalliklar nima qilaveradi. Ham vaqt o'tgan sari kasalliklar rivojlanib oxiri 4-5 terimlarda ancha seldir holdan toygan, zang kasallik tushgan, bu bo'lib ketadi ko'pincha. Buni shu seldereyni asosiy shu kushandalardan bittasi shu zankanasi, trips zankanasi
shira ham tushadi bunga. Asosan shu o'rgimchakana, o'sha zankana deydi, o'shalar. Keyin o'sha yoz o'rtalariga borib zang nimasi ko'payib ketish ehtimoli ko'p bo'ladi. Ayniqsa shu tikka quyoshli nimali joylar bo'lsa, ham havo yaxshi aylanmaydigan joylar, har xil kasalliklar ko'payib ketadi. Shuning uchun ham yozda avgust oylarida pochkalari qimmatga aylanib ketadi, qimmat bo'lib ketadi. Hozir mana ko'pchilik bahorda ekadi. Bahorda ekkandan keyin may, iyun, iyul zo'r hosil oladi. Avgustga borganda ildiz ham charchaydi, o'zi ham charchaydi, har xil kasalliklar nimalar tushadi. Shuni hisobiga avgustdan narxlar ko'tarilib ketadi senlarniki. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Endi ko'p yulgandan keyin shu aytgandek ko'p badaniga shikast yetib, yulganlarda bosiladi, eziladi, boshqa qiladi. Shunaqa qilib har xil turli xil nimalar kelib chiqadi. Endi agarda shu avgustga chiqaraman desanglar, qimmatroq paytga sal kechroq ekish kerak. Sal kechroq eksa, bir shu avgustdagi bir ikkinchi, uchinchi terimlar boradigan bo'lsa, massaviy bo'lib, ana o'sha zo'r bo'ladi. Shu birinchi seldiri birinchi hosilni olguncha o'sha bir 40 kun, 45 kunlar bo'lsa, ko'chatini ekkandan keyin 45 kun, 50 kunlar bo'lsa, hozirgi havoda birinchi hosilni olguncha 50 kunlar ketsa, ikkinchi, uchinchi hosillari 15 kun, 20 kunda yetilaveradi. 10 kunda ham yetilaveradi. Yulishga kichkinasini qoldirishga qarab oralatib yulinaveradi, oralatib. Bayini sindirib qo'lda yulib olinaveradi. Keyin bu yoqda qolgan cho'pdagi shu bari tez 10 kun, 2 haftada yetilaveradi. Oldin bir yetishtirganmiz shunaqani. Mana shunaqa poldan bir 3 tacha nimasiga ekkanmiz, joydagisiga, pashta 2 ta. Har kuni yulardik. Har kuni 80-100 pochka yulardik. Shu keti uzilmasdi. Juda barakali bo'lgan ko'kat turlardi. Misol uchun kashnish, boshqa salat u bilan pishdimi? Bitta yulasiz, tugaydi, yana yer tayyorlash kerak, yana ko'chat qadash kerak yoki urug' qadash kerak, yana to chiqarib olib u qilish kerak. Bu seldirni zo'r tarafidan bittasi. Bitta mana shunaqa ko'kartirib olib, bitta yaxshi anaqa qilib olsangiz, ekib olsangiz, bitta o'tdan chiqazib olsangiz, bu yog'i ketdi sog'in sigirdek kelayotgan sog'in sigir shunaqa hosil beraveradi. Har kuni 100 ta pochka yulaman desangiz, bir 3 sotuv ekib qo'ysa, har kuni 100 ta pochka beraveradi pochkada. Kichkina qo'lichasi borlar ham bemalol bundan daromad qilib nima qilaverishadi, shuning uchun. Lekin eng xor bo'lib ketadigan nimasi ham shu seldir bo'ladi. Bir xillarda juda ham xor bo'lib ketadi. Lekin shu keyingi terimlarida baribir ko'tariladi. O'shanisi qoplab ketadi. Min maqsa ham yaxshi. Lekin hozir bizadagi bu unaqa bargani terib sotadigan sort emas. Bizadagisi steblovoy bo'ladigan ildizli seldiray. Xudo xolasa yana dalcha videolar qilamiz. Seldiray bo'yicha endi hozir hayolim kelgan nimalarni aytdim.